Xo'p. Alyuminiy karbid gidrolizida 33,6 litr normal sharoitda gaz ajraldi. Reaksiya unumi 90%. Reaksiya uchun olingan alyuminiy karbid massasini grammda aniqlang. Alyuminiy karbid suvli gidrolizga uchradi. Qanchadir qismi, ya'ni 10% qismi ortib qoldi. Aynan qanchadir emas. Metan reaksiyani tenglashtiramiz. Xo'p, mana qismida alyuminiy karbid 10% ortib qolgan. Jami 100% ni tashkil qiladi. 33,6 litr gaz ajraldi. 3 mol 67,2 litr hajmni egallaydi va massasi 144 gram. 2 barobar kichik ekan, 2 barobar kichigini aniqlab qo'yamiz. 72 gram bo'lgan ekan. Bizda savolda aytyapti, reaksiya uchun olingan alyuminiy karbid. Olingan alyuminiy karbid bo'lsa, reaksiya uchun olingan hammasi kerak bizga. Xo'p, mana bu 72 grammimiz bu 90% ni tashkil qiladi. Bizga 100% kerak ekan. Hozir qisqartirib qo'ysak ham bo'ladi. Bitta nolni chopib yubordim. 72 bilan 9 qisqaradi. Bunga bittadan 8 dan 8 ni ko'paytirib qo'ysam 80 gram. Javobimiz D varianti. Jami 80 gram reaksiya uchun olingan ekan.